Hürmetli vatandaşlarımız işimizi davamlaştırırız. Endeki mavzumunda. Cungo ham xiyallarını taşlap, köreşke tayyorlik qilishni qaror qildi. Mavzuli xabar 4 ayning 13 kunlik kuni Janghao torbitida e'lon qilindi. Xabar bunday boshlandi. Tarix ba'zida ters keladi. Kishilarni cheksiz ta'sirlantirdi. Amerika Jungo savdo urushi yangi bir o'zgarishni oshkorlab qo'ydi. Jungo Amerikadan import qilingan tovar mallarga tamoyni baja qo'yish mo'ljalisini e'lon qilgandan keyin Jungoning Washingtonda turishliq bosh elchisi Sui Tiankay birinchi vaqtda Amerika Qo'shma Shtatlarining Ma'mur davlat ishlar kotibi bilan ko'rishib, Amerikaning Jungo qaratgan xato siyosatlarini to'xtatishni talab qildi. Lekin Prezident Trump ham birinchi vaqtda 100 milliard dollar chamasi tamoyni baja qo'yishni talab qildi. Amerika bilan Jungoning savdo qarama-qarshiligi yangi bir darajaga ko'tarildi. Shundan boshlab Amerika Jungo o'tirish savdo urushi sap tortib, cho'qon so'ran ichiga bir-biriga debaylaydigan bosqichga yetib keldi. Dunyo bozori davrinishga boshladi. Hozirgi vaziyatga qanday qarash kerak? Buning uchun 1949 yil 8 ayning 14 kuni mavzudun yozgan bir parcha maqolaga ham xiyollarni tashlab kurashga tayyorlik qilaylik deb qo'ygan mavzu qo'ygan maqolaga diqqat qilish bilan o'q qo'yishga arziydi deydi xabar yozuvchi Xitoy apand. Buning ichidagi nurg'un real hukmlarning hozirmi real ahamiyati bor. Ham xiyollarni tashlab kurashga tayyorlik qilaylik degan mavzuliq bu bir parcha obzorda shu vaqtgi davlat ishlar kotibi Achsonning Amerikaning davlat ishlar kotibi Achsonning Prezident Trumpga yozgan bir parcha doklatiga baho berilgan. Mavzudan Jungolik murojaat qilib Amerika to'g'risidagi ham xiyollarni tashlaydi. Chunki jahongirlarning mohiyati o'zgarmaydi degan maqolasida yana bu hujjatlarning e'lon qilinishi butkul kapitalizm dunyosining zaiflashganligini aks ettirib berdi degan ekan mavzudan. Ayni chog'da bugun Xitoy xabar yozuvchi buni naql qilib elyapti. Endi xabar yozuvchi o'z fikri qaytib kelib bundoq deydi. Davr o'zgardi. Yer sharlishish chunqurlashgan sari dunyo vaziyatida olamshumul o'zgarish yuz berdi. Buning ichidagi ba'zi bayonlarda shu davrning aloyidliklari bayon qilindi. Natijada xulosa cho'chigidek darajada to'g'ri bo'lib, g'arb lageri intayin zo'r qiyinchilik kirib qoldi. G'arb lageri qiyinchilik kirib qoldi bu Xitoyning ideologiyasida formulashgan gaplar deyildi. Bu qiyinchilikdan qanday qutulish kerak? G'arb dunyosining o'xshashmagan sol chora va o'xshashmagan siyosatlari bor edi. Prezident Trump hukumati bugünkidek sol choralarni tanlab oldi. Dunyo hozir bu davrdagi savdo urushining davomlashishiga ko'zini chakchaytib qarab turibdi. Hozir qaraganda Prezident Trump hukumatining eng oxirgi nishoni savdo va savdo qizil raqami emas. Boshqa bir g'ariza bor. Janxonim deydi xabar yozuvchi. Diqqatda jumlaning yana bir o'qbirim hurmatli vatandoshim. Hozir qaraganda Prezident Trump hukumatining eng oxirgi nishoni savdo va savdo qizil raqami emas. Boshqa bir g'ariza bor. Shu maqsadga yetish uchun butunlay hammani do'tkib, Jungoning bosh ko'tarishini cheklash strategiyasini davomlashtirdi. Qo'sh bir o'qib o'tay. Hozir qaraganda Prezident Trump hukumatining eng oxirgi nishoni savdo va savdo qizil raqami emas. Boshqa bir g'ariza bor. Shu maqsadga yetish uchun butunlay hammani do'tkib, Jungoning bosh ko'tarishini cheklash strategiyasini davomlashtirdi. Jungo aloqador masalalarni bir taraf qilgan balalarcha hukm qilingan ichki
hükümle taşıyıp gerek. Birinci, Amerika'nın iktisadi Cungo'dan ayrılanmaydı diyen hüküm. Bu hükümün ikincisi, Amerika Cungo bilen savdo kılıp berdaşlık verilmeydi diyen hüküm. Bu iki hüküm del vaxtıda tüzütülüş gerek dep Cungo'ga bişaret biri vatıdı haberi yazgıcı Canxav. Cungo yaman işlağa tayyarlık kılışı lazım. Lekin ahırkı yaxşı neticini qoğlayış gerek. En mühim mesele şu ki, bu kuşni saklaş halkılık meseledir. Kuşni saklagandala 2020-2050 yıllık planını oңuşluk amelge aşıralayımız. Çünkü Amerika devlet birbirine ömüyüp, birbirine diveylişip duruvatıdı. İşini başlap koyup, yığıştıralmayıvatıdı. Lekin vekalet terakki kılıp, yığıştırılı bulmaydıgan dercige yetip geldi. Fırsat aldığımızda, çünkü bu kıyın ötkelden ütüp ketidiğalı bolsa, aldığımızda oçukçuluk var. Cungo'nun ıslahatı 40 yıllık buran çapkınlığı baştan kaçırdı. Bu kıyın ötkelden çokum ütüp gitaleydi deydi haber yazgıcı. Cungo mürekkep, özgürüşcan halkara vaziyette ve bu vaziyetin sınakları da teheme kudret tapıdı ve teheme zoruydu. Bu Cungo halkının ümidi arzusu bulupla kalmazsın, şundaklı dünya halkının ümidi ve arzusudur. Dünya halkına senin gülünüş güllenmez ki ne masası var, ne ümidi olurdu senin.